Amir Temur paytida Navqiron Samarqandda qilingan ishlar Samarqandni donga ketgani u hammaga tarixdan ma'lum. Lekin oxirgi 10 yilda Samarqandga dongini yana takror tiklaganimiz butun O'zbekiston xalqi mamnuniyatdan nimaga desangiz, Samarqand xalqi nimaga qodir ekanligini butun dunyo hamjamiyati bildi va O'zbekistonga baho beryapti. Esda qolgan bo'lsa, men bir paytlari Samarqand viloyat hokim bo'lganda ham aytdim, Urgutga baribir poyezd olib kelamiz. Shu niyatlar amalga oshdi. Men tabriklayman sizlarni.